Azizlar, mana yakshanba kun bugun biz Qiziriq tumanidagi Istara dehqon bozori, ya'ni xalqimiz tilida aytganda Jahon bozoridamiz. Jahon bozorida mana bir qancha insonlar kelgan. Azizlar, bilasizlar, Jahon bozorida eng og'riqli nuqtalardan bittasi mashinalarni qo'yish uchun joylar bo'lmasi. Joy bo'lsa ham mana loyli kunlarda loyga botilib ketardi. Mana stenka chiroyli qurilib, mana ko'rib turganlaringizdek mashinalar ham xavfsizgina turibdi. Endi bugun sizlar uchun Jahon bozoridan qisqa bir video rolik qilamiz. O'zi ancha bo'lgan ekan YouTube'dagi aziz muxlislarimiz uchun Jahon bozoridan kadr qilmaganimizga. Assalomu alaykum, og'aylar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa juma bozorimiz ham mana boshlandi. Qiziriq Istara bozori bir haftada 2 kun ish faoliyatini boshladi. Kelaverasizlar. Hammani kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklaymiz. Kelaverasizlar. Juma kun Ligotda bonus aksiyalarimiz juda ko'p. Xudo xolasa shu juma kelasizlar, osh beramiz, osh. Archani olib bo'ldi, karnaval bo'lyapti. Farzandlaringizni olib kelaveringizlar, sog'va salom, qorva qizlarimiz ham bor. Azizlar, bilasizlar, mana shu Jahon bozori, ya'ni Istara dehqon bozoriga kelgan vaqtlarimizda mana shu kiyim-kechak turadigan joylar ham juda ham bir loy, shunaqa ahvolda bo'lardi. Mana hozir kelib to'g'risi havas qiladigan darajada. Qarangizlar, mana hamma akkuratni olyapti narsalarni. Chiroyli tepalari yopilgan, qor yomg'ir vaqtlarida ham chiroyli sharoitlar qilinib qo'yilgan. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Endi avval ham aytib o'tganmiz, yana ta'kidlab o'tamiz, chunki YouTube'dagi videolarda aytmaganmiz. Juma kuni ham xudo xolasa endi bu bozorimiz o'z ish faoliyatini boshlaydi. Endi undan tashqari hozir Archaga boramiz. Archada yarmarkalar tashkil qilinadi yangi yil oldi. Optem naskilar 4 ta 15 ming. Ochga 45 ming. Azizlar, mana yangi holatda sizlarga bo'ladigancha video roliklar qildik. Azizlar, yana bir bor aytamiz, endi juma kuni ham bozorimiz bo'ladi. Uzoq davomida doimiy yangi yilgacha yarmarkalar tashkil qilinadi. Xudo xolasa endi doimiy bozor bo'ladi degan gaplar ham bor. Kelaverasizlar, biz ham yoshlik ishlab, chiroyli bozorlarni qilib chiqdik. Yangilar obuna bo'lib qo'yamiz.